Bugun men sizlarga Obiddin Mahmudovning Farzandnoma kitobini so'zlab beraman. Onalar borida hayot yashaydi. Farzand shod bo'lsa, shodon kuladi. Ajal ostonadan bosh chiqsa hamki, u faqat bolasin duo qiladi. Axloq, odob mustahkam zaminda vujudga keladi va yuksaladi. Donishmand bobo-momolarimizni ming yillik hayotiy tajribalari, ota-onalarning maqbul tarbiyasi, ustozlarning ilm-hikmatga boy o'gitlari, sog'lom muhitda voyaga yetayotgan yosh avlod odobi, bilimi, jamiyat ravnaqiga xizmat qiladigan komil inson qilib shakllantiradi. Totuv oila esa jamiyat tayanchidir. Oilada ota fayz-barokat, ibrat timsoli, ona mehr muhabbat, tarbiya o'chog'i, farzand esa shu go'zal tarbiyaning merosxo'ridir. Ana shunday xonadonda to'kin-sochinlik, shod xurramlik, o'zaro hurmat va totuvlik mujassam. Bunday muhitda voyaga yetgan farzanddan barcha manfaat topadi. Bunday oilalar kamoli oxir oqibatda jamiyat farovonligiga munosib hissa qo'shadi. Nurli manzil. Hayot bo'stonida bir bog' bor. U saodat bog'i deb ataladi. Bu yerda bir daraxt bo'lib, uning nomi ma'rifat deb nomlanadi. Kimki bu daraxtni tafakkur kuchi ila ozg'ilantirgay, qalb mehri ila parvarishlagay, uning nojot mevasidan bahramand bo'ladi. Nojot mevasini iste'mol qilgan kishi esa shafoat va rahmat to'nini kiyadi. Buning qisqacha bayoni shuki, aqlli farzand yoshligidan el yurtga manfaat keltirib yashaydi. Vatan ravnaqiga xizmat qilishni umrining mazmuni deb biladi. Mushohada sabog'i. Eng og'ir gunoh nima? Vatanga xiyonat. Eng yumshoq narsa nima? Ona mehri. Eng qattiq narsa-chi? Ota qahri. Eng yoqimli hid qaysi? Ona to'proq, maysa, non hamda go'dakning hidi. Eng kuchli tuyg'u nima? Vijdon amri. Eng buyuk mo'jiza nima? Inson. Eng xatarli xavf nima? O'zidan chiqqan balo. Eng katta dushman nima? Nafs balosi. Eng yuksak martaba nima? Xalqning bahosi.